MyFleet saytiga kirganingizda bir necha servis turlariga guvoh bo'lasiz. Ularning ichida Insurance Compliance servis ham bor. Xo'sh, bu servis nima? Uni ichiga nimalar kiradi? Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi va asosiy xizmatimiz bu hamyonbop va sifatli insurans olib berish. Biz juda ham ko'p agentlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Shuning uchun bu narsa biz uchun muammo emas. Ikkinchi xizmatimiz bu insurans audit hamda insurans uchun qilinadigan to'lovlarni nazorat qilib borish. Bizda auditlar uchun hamda insurans to'lovlarini nazorat qilish uchun ham xodimlar bor. Ular oylik to'lovlarni o'z vaqtida to'lashingizni va ularning hech qaysisi kechikmasligini kafolatlaydi. Bundan tashqari auditlarda ham biz sizga insurans masalasida yordamchi bo'lamiz. Uchinchisi claimlar. Agar kompaniyangizda avariya bo'lib, siz tashiyotgan yukka zarar yetsa, broker sizdan pulini talab qilsa, biz inshuransga aloqaga chiqib, sizga zararni qoplab berishda yordam beramiz. Bundan tashqari, boshqa kompaniya tomonidan sizga zarar yetkazilsa, siz ko'rgan zararni ularning insuransiga aloqaga chiqib, undirib berishimiz ham mumkin. Agar tepada sanab o'tilgan xizmatlar sizni qiziqtirsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz siz bilan hamkorlikda ishlashdan faqat xursand bo'lamiz.